Qo'rg'ontepa tumani Navbahor MFE 307-konturda Qo'rg'ontepa Xalq banki ishtirokida bir kontur bir mahsulot tamoyili asosida piyoz mahsuloti ekilgan. Bir kontur bir mahsulot tamoyili asosida 40 nafar dehqon xo'jaligi tashkillashtirib, agregator Savayton Yuzi fermer xo'jaligi biriktirilgan. Hozirda ushbu piyoz mahsulotiga suv qo'yish ishlari amalga oshirib kelinmoqda. Piyoz mahsulotini serdaromad, unumli yetishtirish uchun barcha agregator ishlari hamda dorilari solinib, o'z vaqtida yetishtirish ishlari amalga oshirib kelinmoqda. Ushbu kontur o'ng tarafdan fermer xo'jaligiga tegishli yer bilan hamda chap tarafdan fermer xo'jaligiga tegishli yer bilan qamrab olingan. Ushbu konturdan piyoz mahsulotidan 1 gektardan o'rtacha 90 million so'm daromad olish rejalashtirilgan. Shu bo'yicha barcha agregat ishlari amalga oshirib kelinmoqda.